Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar, hurmatli obunachilar. 1-noyabr 2025-yil Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i uchun mashhur qassob Nozir akamni qassobxonalaridamiz. Aka, nima buyg'ul so'ydingizmi? Nima so'ydingizmi? Angus so'ydingizmi? Qorasidan shu. Toza angus. Toza amerikanskiy Aberdeen anguslardan so'yibdi, xudo xohlasa. Aka, bu kilosi ham 1 tonna ustida shekillimi ola? Kilosi shunaqa 1 tonna. Qancha chiqdi go'shti? 600 kilo go'sht. 600 kilo. 600 kilo go'sht. Hurmatli obunachilar, 4 bo'lakka 600 kilo chiqdi molimiz. O'ta baquvvat mol ekan, lekin boqqanga malades. Yog'an bosib ketmabdi. Nech kilo yoq qildi? 53 kilo. Hurmatli obunachilar, tushunganlar bilishadi, kommentariyada yozib ketinglar. 53 kilo 10% emasdi. Bu molni vesiga zo'r. Shuncha uzoq boqilgan mol hech qancha yog' qilmabdi. Endi to'g'ri, ustida ozmoz yog' bo'lishi mumkin, lekin bu narsa tabiiy, iloji yo'q. Buni go'shti ko'rki bu. Lekin ichki yog'i masalan 53 kilo hech qancha emas. Mana uni biqini yumshoq joyi. O'zim yaxshi ko'raman mana shu oshlarda, sho'rvalarda zo'r pishadi. Nozir akam har doimgidek aksiya bilan xalqimizga xizmat qilib turibdilar. To'y to'noq, yaxshi kunlarga, ehsonlarga go'shtlarning narxini arzonlatib hozir akamizdan bir to'liq batafsil ma'lumot olamiz. Xalqimiz uchun manfaatli bir video bo'ladi, deb umid etamiz. Aka, buni nima berib boqishgan ekan? Bir so'ramadingizmi? So'ramadim. O'zimiz oddiy yemda, shu kepak kunchalar deyapti. Oshchi bo'lsa bermaydi. Lekin nima deysiz endi, bari qassob sifatida go'sht yog' ayblaydigan joyi yo'q. Yo'q, xudo xolasa zo'r. Buni ayblab bo'lmaydi. Shunchalik endi 53 kilo 10% emas. Hop. O'zimga beraman. O'zimga. Hurmatli obunachilar, bahoni endi sizlar berasizlar. Mana go'sht ilib qo'yildi. Nozir aka, uzoq cho'zmaymiz. Baribir asosiy joyi narxida buni. To'y to'noq, mana yaxshi kunlarimiz ko'z tegmasin juda ko'p bo'lib avjida. Hop, kelib turib bitta soninimi yo bitta perodok oldinimi olamiz deysiz. 115 mingdan. 115 mingdan. Hurmatli obunachilar, menimcha yaxshi narx 115 mingdan. Maydalab ham berasizmi? Maydalab ham beraveramiz. Maydalab, dastlabki rayon bo'ylab Namangan bor, arra xizmati chiroyli qilib beramiz go'shtni. Aralab maydalamasdan arrada suyagini sindirib yubormasdan chiroyli qilib 110 mingdan tortilyapti o'zimiz. Masalan, hozir buqa chiroyli boqilgan buqalar bo'lsa 110 mingdan 4 bo'lakka. Tortilyapti. Yog' 10 mingdan. Yog' 10 mingdan. Ehsonchilarga, to'ylarga 115 mingdan go'sht beryapmiz. Aha. 120 ming so'mdan kilolar sotilyapti. 1 kilo yarim kilo olganlarga 120 mingdan. Buqa go'shti. 115 mingdan ehsonchilarga, ehson to'ylarga, agar mana shu Namangan rayon bo'ylab agar bitta son perodok olishadigan bo'lsa, dastlabkasini olib beraman. Maydalab berishlar bo'lsa, maydalab ham beraman. Maydalab dastlabkasini. Mana. Endi qarang aka, Nozir aka, yana bitta narsa, juda ko'pchilik o'tgan safar savol berdi. Choyxona, staloylar ko'p-ku. Hop, aloqaga chiqib, kunlik masalan 10 kilodan go'sht ishlatsa, unga ham 115 mingdan beramiz. 115 mingdan. 115 mingdan beramiz. Masalan, rayon territoriyada bo'lsa, dastlabki qilib beramiz. Hop, aloqaga chiqaverasizlar. Juda ko'pchilik so'raganimda, mana choyxonalarga ishonchli, halol boqilgan buqa go'shtlari 115 ming so'mdan yaxshi narx. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Sababi 110 mingdan olib, buni 115 ming so'm, endi 5 ming foyda qilyapti deyishingiz mumkin. Qurishi bor, mehnati bor, chop, maydala. O'ziga yarasha insof bilan qilinyapti ish. Siz ham kobam kuymaydi, duo qilib akamiz otasiga rahmat deb yozib ketasizlar. Sababi xalq xizmatida 5 ming so'm qo'yib bunaqa ishlash ham oson emas. Juda ko'pchilik ishlaydi, bilamiz. Endi qancha qo'ysa Alloh barakasini bersin, lekin xalq uchun xizmatda bo'lyaptilar. Alloh rozi bo'lsin, mehnatlardan barakasini bersin. Xudo xolasa mana shunaqa zo'rlarini so'yib aka, xalqimizga chiroyli xizmatda bo'lib turavering. Alloh kam qilmasin. Xudo xolasa like bilan aka. Xudo xolasa, mana deysiz, o'zim go'sht doim shu Nozir akamdan olaman, o'zim so'ymasam Nozir akamdan olaman. Sababi chiroyli go'sht bo'ladi doim. Kelsangiz ko'nglingizga qarab, aytgan joyingizdan chiroyli kesib beradilar. Xudo xolasa xursand qilib jo'natadilar. Hop, aka, bundan tashqari qo'y go'shtlarimiz ham bor, ha? Qo'y go'shti. Hop, qo'y go'shtlarini nech pul qilib beryapsiz? Kiloga. Hop. Opti, masalan, ko'p olishsa-chi? 135 ming beramiz. 135 ming. 150 ming yog'ini sotyapti. 150 ming dumbasi. O'zimiz mesli.
yoqdan kelgan emas, hurmatli obunachilar. Mana shu yerda boqilgan. Xudo xolasa qo'ylarimiz aloqa chuqurasida qo'chqonlar bo'lsa, baquvvat so'yadigan, buqalar bo'lsa, Xudo xolasa Nozir akam nomerlari ekranda bo'ladi. Aloqa chiqsalaring chiroyli qilib, Xudo xolasa kelishilgan holatda xursand bo'lib, sizga ham bu yoqqa ham bir manfaatli bo'ladi. Shu Xudo xolasa xalqimiz manfaatlanyapti. To'y qilayotganlar bitta xunajini olib, uni so'y, maydalab olib chiqgandan aka, mana bitta to'yga bitta sonimi yo bitta perda yetsa olib turib, mana tayyor maydalab ham beraman deyapti. Maydalab turib olasiz, ishingiz yengil bitadi. Sababi bozorga borganda siz tanlagan mol bilan dehqon tanlagan mol farq qiladi baribir. Siz borib ushlab turib 200 kilo berar ekan desangiz, bular olib turib 180 beradi deydi. O'sha tomondan ham 20 kilo yutasizda baribir. Tayyor chaqib qo'yilgan mag'zini olishadi. U yoqda yorilmagan toruz tavakkal Alloh olinadi. Ziyon bo'lib qolishi ham mumkin. O'shaning uchun tavsiya qilaman akamizni. Xudo xolasa chiroyli qilib xizmatda bo'ladilar. Har kuni ish aka. Har kuni Xudo xolasa. Xudo xolasa har kuni ish. Dam kuni yo'q, har kuni. Dam kuni ish. 24 soat. Ha, 24 soat emas. Lekin 24 soat deganlar 1 soat nechida telefon qildim? 9:30, 9:da kelsam ochiq. Yo'q, ochiq bo'ladi Xudo xolasa. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Sabab endi to'y to'noq, asosiysi. Mayli aka, Alloh barakasini bersin, kam bo'lmang. Alloh rozi bo'lsin. Xalqimiz xizmatida charchamang. Zo'r aka. Mol aka, hozir Xudo xolasa o'zimiz ham olamiz. Hurmatli obunachilar, hammaga shunaqa zo'rlarni boqib, yaxshi foyda qilish nasib qilsin. Xudo xolasa doim biz ham sizlarning yaxshi kunlarga xizmatda bo'laveraylik. Mol yemlagan yemlar har xil mahsulotlar kelsa, mana Vulqon yem markazi kelaverasizlar.